Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga aqlliq bola degan chiqishni o'qib beraman. Aqlliq bola. Burunusida intayin ochko'z, hiylagar bo'lmayotgan ekan. U yerini diqqonlarga ijara berib, turli hiyla mikrlar bilan Osurluq hammasi degudek o'zini qilyapti ekan. Bir yili bir namroh diqqon bu bovay bilan ijara to'xtami tuzgili bormoqchi bo'pti. Biroq 10 yoshlik o'g'li "Dodo, bu ishga men boraychi" deb turibdi. Diqqon ma'qul debdi. Bola boyning uyiga borib kelish maqsadini aytgandan keyin "Sizlar bu yil teradigan ziroatlarning qaysi qismini olaman?" deb so'rabdi. Dadasi hamma xotining mushundoq shumni avatgani qaranglar deb kulibdi boy ichida. Toza shuli bo'ladigan bo'ldimda. Osti qismini debdi boy to'xtamga qo'l qo'yib. Bola qaytib kelib oilasidagilarga bug'doy terishga maslahat beribdi. Bug'doy pishganda boy ijara yig'ishga kepti. Diqqon bug'doylarining bashi qini o'zi bilib qo'llarini boyga qoldiribdi. Boy g'azablangan holda hayva qilgan ekan. Aqlli bola to'xtamni chiqarib ko'rsatibdi. Boy g'am qilmay qopti. Ikkinchi yili bola yana to'xtam tuzgili beribdi. Bu qutim o'dapini rosa bermaydigan bo'lsam deb o'ylabdi boy. Bu yil ziroatlarning usti qismini osti qismini olaman debdi. Deganlaringizdek bo'lsin debdi bola miyig'ida kulib. U qaytib kelib uylariga "Bu yil qo'noq turayli" debdi. Kuz kepti. Diqqon qo'noqlarini beshini o'zi bilib shihani qoldiribdi. Bu holni ko'rib arvohni uchqan oy "Men bu yil ziroatlarning usti qismini osti qismini olaman degandim-ku" deb baqiribdi. "Deganingizdek bo'ldi" debdi bola kulib turib. "Qarasizlar, bu qo'noq shoxlarini ostimi shu biti turmamdi." Boy bu navbatni o'tirib qo'yganligini bilib, dardini ichiga yutishga majbur bo'ldi. Uchinchi yili bola to'xtam tuzgili borganda boy "Endi dardimni olaman" deb o'ylabdi va "Yerdan unib chiqqanning hammasini olaman" debdi. Bola rozilik bildirib "Deganingizdek bo'lsin"
depdi. Dehqon o'g'lining maslahati bo'yicha piyoz teribdi. Kuz bo'lganda boy kelibdi. U etizlikdagi hamma piyozni yig'ib olmoqchi bo'ptikan, bola to'xtamni ko'rsatib turib, qarshila to'xtamda sizli yerdan unib chiqqanning hammasini olaman degan. Shunga sizga piyozning ko'ki tegidi. Yer tagidagi piyoz to'xtam bo'yicha bizga qoladi, debdi. Yana o'tirib qo'ygan boy dardiga beydimay uyiga boribla og'rib qapti va ozroq o'tmay o'lib ketibdi. Yuzidagi dehqonlar bu zolim boyning qutulganligini xush bo'lib, aqlli bolga bari qila aytishibdi. Xo'sh.